Assalomu alaykum. Hozir boshladik. Qur'ondan bayon programmamizniki 4-chi haqida sizlar bilan yuz ko'rishib turyapmiz. Bugun yana oldinda men ustoz Abdulkarim Zoir birlikda bu programmani suryapmiz. Ahmadjon Aqsabda. Bugungi programda shu necha vaqtdan yanqisi dinlar haqida bayonni so'zlagan. Bugun xristian dini to'g'riliq ustoz so'zlab bermoqchi. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Yaxşı Allah'a şükür. Qandaq özler teçiman tullama. Salomatlik yaxşımı? Yaxshi, alhamdulillah, Xudoga shukr. O'tgan hafta uning oldingi haftalari shu dinlarning bayoni to'g'riliq so'zlab, bu hafta xristian dinini so'zlamoqchi bo'lganlar. Marhamat, ekran. Assalamu alaykum. Dünyanın əqqas cayları görmətli qeyrindaşlar. Həmmələrine hər vaxt xeyirlik bolsun. Şu dinlar haqqında bir qism dinlar haqqında toxtalgan bolduq. Dünyada yamancıq dinlar var. Şuniki bir 5-6-sı, 7-8 degəndək şunu toxtulup dinlardaki asaslıq məqsəd, muddao və o dinlarniki kelib chiqishi, uniki asosi nemaga asoslanadi degan to'g'riliq bir xulosa chiqarish uchun shu bir qancha din ustida to'xtalgan bo'ldik. Bizga biroz yaqinroq Uyg'urlarga uning ta'siri bo'lgan dinlar haqida to'xtalgan bo'ldik. Endi hozir shu Yahudi dini o'tgangi sonda Yahudi dini ustida to'xtalgandik. Bu qatim ham xristianlik haqida to'xtalamiz. Xristian dinimi aslida shu Yahudi diniki shu prinsiplarni asos qilgan. Chunki İbrahim alayhissalomga kelgan, yana Allohning kelgan dinlarning hammasining asosi bir bo'lganligi uchun u shu asosi hammasi o'xshashlar. Shu 10 amr deydi nimada? Tevratda. Mana Qur'on qarasam, Qur'onning o'zida bir 11-12 ga yetadi ekan. Shu misol Qur'onning Sura Baqarniki 83-dan 86-oyatgacha aralıqda ve izâ xazna mîsâqa bani İsrail'e la ta'buduna illallah ve bil valideyni ihsana ve zil kurba ve yetâme ve mesâkin ve qulu linnâsi husnan ve aqimus salatu ve atuz zakat sümme tevelleytum illa qalilan minkum ve antum mu'ridun degan bu bir elingan nemiken. İkincisi ve izâ xazna mîsâqakum la tesbikuna dimâekum ve la tukhrijuna enfusakum min diyarikum sümme akrartum ve antum teşhedun degan şu iki misaqda İsrail avlodlaridan olgan va'dalar bor ekan. Bu shu 10 amrniki nemasi shu yerdan chiqadi endi. Buningda ham desal 10dan chiqar ekan, ammo Tevratda 10 amr deb hisoblaydi. Shu nemining o'zidami xristianlikdami, ya'ni Injildami asosan shu nemini Yahudi dinini asos qilgan bo'lg'ashqa, chunki hammasiniki nemasi tip asosi bir bo'lgan bo'lg'ashqa, shu 10 amr asos qilingan ekan. Endi bu dinniki Nasara deb atilib qolishi Qur'onda. Nasaralar deymiz biz. Nasara dini deb bundaq atilib qolishdiki sabab nima degan vaqtda İsa alayhissalom Nasiri degan bir kentda tug'ilgan ekan nimada. Shu o'z vaqtida u
keyingi vaqtida shu İsa alayhissalomniki tug'ilgan yurtining ismi bilan Nasara degan ism qo'yilgan ekan. Xuddalqi u vaqtida olimlar, shu ayndaq bir kitob yozgan odamlar asosan o'ziniki yurtini oxisi qo'yib qo'ydi ekan. Misol Imom Buxoriy, Imom Termiziy deganga o'xshash shu o'zini tug'ilgan yurtini u yerga nima qilib oshalik bir olimniki yoki bir odamning yozgan narsasi deganni kishilarga uqtirish uchun shu yurtini yozib qo'ygan ishi bor ekan. Xuddi shunga o'xshash bu nima dema? Bu İsa alayhissalom İsa alayhissalomdan 30-40 yil keyin u yerda shu ergashuvchilari, İsa alayhissalomning ergashuvchilari shu dinning etini shuniki tug'ilgan yurtiniki ismi bilan Nasara, ya'ni Nasriy degan yurtga mansub bir kishi orqali kelgan din demoqchimdi. Shundaq o'zi bir nima bor ekan endi. Bumi yana bu Nasara degan ismning o'zimi shu İsa alayhissalomdan 30-40 yil keyin shu Antakiya degan shaharda birinchi qilib tilga ilingan ekan. Antakiya degan shaharga hamda shu İsa alayhissalomniki havoriy degan 10 havoriysi bor, yordamchilari. Shu 10 yordamchidan ikkisi shu yerga elchilikka avatilgan vaqtida uni u yerdagi xalq e'tirof qilmagandan keyin 3-chi elchini avatidi. Shamun deb deyildiki, uni shu Injilda. Shu odam berib, andaki u podshoni qoyil qilib, Qur'onda surasida "Iz arsalna ilayhim musnayni fakazzabuhuma fa'azzazna bi salisin faqalu inna alaykum mursalun" degan shu oyat bor, bir qancha oyat bu. Shu kishi berib, u yerniki podshosi bilan suhbatlashib, undan keyin podshoniki nemasining o'zini podshoniki kallasini o'tkazdi. Va lekin jamoatniki kallasini o'tmagan bo'lg'achqa bu odamning o'zini jamoat urib o'ltiribdi. Nima o'lish oldida koshki meniki shu yaxshi niyat bilan shu insonlarning o'zini to'g'ri yo'lga yetaklaganligimni bular bilgan bo'lsa, mush qilgan ishimniki ajriga Alloh taolo meni jannat kir deydiganligini bilgan bo'lsa deb shundoq bir orzu armonda xuddi o'z zamonasidagi Abduxoliq Uyg'ur o'lish oldida Uyg'urim deb o'lib ketganga o'xshash shu kishimi jamiyatdagi insonlarni xato yo'lda menayotganligini ko'rgan bo'lg'achqa shu isset shu to'g'ri yo'lning o'zini bilamidi bu insonlar. Shuni bilgan bo'lsa deb shu orzu armonda o'lib ketganligi haqida surasida shu oyatlar bor. Qila dukhulil jannah degan oyatlar bor. Shu qila dukhulil jannah deganning o'zimi mana shundoq deyilganligini, deyildiganligini shular bilgan bo'lsa, demakki bu men bular deyotgan yo'l, bularni jannatga oladigan yo'ldi. Bular shuni bilamidi deb afsuslanib shu xalqqa ichi og'rib shundoq o'zi deganligini bildirdi endi. Surasida bu biroz nemasi bor. Agar o'qiydiganlar bo'lsa shu surasindagi 6-oyatidan boshlab qancha 10-oyatgacha shu 6-7 oyat shu yerda zikr qilindi. Bu Xristian dini İsa alayhissalomni asos qildi. Ya'ni Yahudi dini Musa alayhissalomni asos qilgan bo'lsa, bu Xristian dini İsa alayhissalomni asos qildi. An'anaviy islommi Muhammad alayhissalomni asos qilganga o'xshash, shundoq o'zi shu dinni akagan kishilarni dinniki asoschisi, ya'ni dinni akagan yoki dinni yaratgan insonlar yoki qatorida hisoblab, uningga chaplangan rivoyatlarning o'zini din qilish orqali bu o'zi shunday dinni bir shaxsiylashtirib o'tganda, shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda Xristianlar İsa alayhissalomni, Yahudlar Musa alayhissalomni dinniki asoschisi, dinni qurgan odamlar, dinni akagan yoki dinni ijod qilgan qatorida shunday bir hisoblaydi. Hozirgi an'anaviy islomning o'zidami Muhammad alayhissalom kelgan Qur'on emas asos.
Muhammed Aleyhisselam'daki dedi, qildi degan o'z chaplangan so'z harakatlari din bo'lib qolmoqda. Xuddi shunga o'xshashla, o'sha hozir Tevratni o'qisa, Tevrat 66 qism uni tarkib topadi. Shuniki she'r qismlari va Musa Aleyhisselam'daki Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam haqidagi hikoyalar va nurg'unlagan Qur'onga to'g'ri kelmaydigan ayndaq narsalar va ashning hammasini din deydi misolda. Demak, bu yerdagi narsani bu degan vaqtida ashlar o'lib ketgandan keyin 100 yil hatto Musa Aleyhisselam'dan 1000 yil keyin degan so'zlar va yozilgan ash rivoyatlarning o'zi. Shu narsalarning o'zini din qiliq, ya'ni u dinni Alloh osmondan tushirgan emas, Musa Aleyhisselam ijod qilgan, İsa Aleyhisselam ijod qilgan narsa, uni qilgan ish harakatlari, so'zlari din deb mundaq to'niqlik shu vaqtning o'zida o'xshash, ya'ni shu nim bilan shu hozirgi ahli sunniy va yana shu hozirgi an'anaviy islom bilan o'xshash. An'anaviy islomda nimani din qilgan degan vaqtda asli din Qur'onda, ya'ni islom Qur'onda bayon qiliqliq. Endi u musulmonlar degan vaqtda bu atalmish musulmonlarning o'zi bu yerda u Qur'ondagi dinni tashlab qo'yib, Qur'on tushgan kishiniki qilgan so'z harakatlarining o'zini din qilib olgan. Ya'ni yig'ib aytgan vaqtida biz yuqorida Budda dinidan tortib hammani so'zlab keldik, qisqa qilib misol, uni hammasini so'zlash kelsa har birisi necha qatimliq dars bo'ldi. Ashning hammasi nima desa, shu dinni keyin shu nim qilgan yoki shu vaqtda insonlarga yetkazgan odamniki so'z harakatlarini nima din qiliqliq. Shu odamga cho'qiniqliq misol. Masalan, shu Budda dinida shuni ijod qilgan bir xotinga, shu xotinga cho'qiniqliq hozirgi vaqtida nimaniki shu Buddistniki butxonasida bir xotin kishiniki surati va nima haykali bo'ldi misol. Shu haykalni shu nim qilib, shuning o'zini iloh tutib, shunday qiladi. U xuddi hozirgi an'anaviy islomga o'xshash, ya'ni xristianlar shunday qilib, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselamga cho'qiniqliq, Yahudlar Musa Aleyhisselamniki so'z harakatlariga cho'qiniqliq. Musulmonlar degan vaqtda Muhammad Aleyhisselamning so'z harakatlariga, Alloh tushirgan narsaga emas, Muhammad Aleyhisselamniki so'z harakatlarining o'zini hatto qilganligi aniq bo'lmagan, yuzlarcha yil keyin yozilgan hikoyalarning o'zini Muhammad Aleyhisselamga chaplab, shuning o'zi shuni din qiliqliq. Ya'ni shu nimaning o'zi mana hozir to'xtalayotganimiz xristianlik bo'ldi. Xristianlikning o'zimi İsa Aleyhisselamni asos qilgan. Hergiz o'zi bu yerda islomniki asos prinsiplarini uni tushirgan Allohni asos qilgan bundaq bir narsa yo'q. İsa Aleyhisselamni asos qilgan, markaz qilgan bir din. Hem İsa Aleyhisselam haqida Qur'oni Karimda inshaalloh mush qissalarimiz tugisa, Qur'ondagi shu İsa Aleyhisselam haqidagi bayonlarning o'zini yana qayta o'ttirib qo'yamiz. Xudoyim bo'lsin, nurg'unlagan İsa Aleyhisselam haqida voqealiklar zikr qilindi. U voqealik bilan shu Tevratning, Injilniki, hozirgi Injilning ikkisini selishtirgan vaqtida undan keyin o Injildagi narsalarning qanchaligi yolg'on, qanchaligi o'zi amaliyotga uyg'un kelmaydi. Bu narsalarning hammasi o'tirib chiqadi. Ya'ni Hristiyan dinida hozir deganga o'xshash birinchi narsa, birinchi asos nima degan vaqtida xuddi shu islomdagi bunyal islom ala khamsin shahadati alla ilaha illalloh va iqomis salat va itoiz zakat va siyam ramazon va tahujjil bayti in istata ilay sabila degan shu rivoyatga asoslanganga o'xshashlar, ya'ni e'tiqodni, ibodatni birinchi o'rinda qo'yganga o'xshashlar. Bu nimaning o'zidimi? Xristian dinidimi? E'tiqodni, ya'ni iymon e'tiqodning o'zini dinning asosi, ibodatni ham dinning asosi qilib, dinning asosiy to'riklari qatorida shu ibodat va e'tiqodni asos qilib. Ya'ni nimadimi? Islomda hozir atalmish islomda shundaq iymon bilan ibodatni birinchi o'rin qo'yiqliq, hamma narsani shu iymon bilan ibodatning tushukini o'tkazgandan keyin u narsaning to'g'ri xatoligi ashuna bilan baho berilishlik
do'st dushmanni arish kelsa, shu e'tiqodi bir bo'lsa do'st, e'tiqodi boshqa bo'lsa dushman. Ashundaq o'zi odatda buluqliq, ya'ni bu nimaning o'zidami xristianlikdan qanday degan vaqtda e'tiqoddan ibodat asos o'rin turganligi uchun o'sha hozir atalmish xristianlikda, ya'ni u Iso alayhissalom kelgan xristian dini emas, u islom u. Ammo shu ashnodimi, yana o'zi iymon bilan ibodat birinchi o'rinda turliq. Ya'ni bu Qur'on bayon qilgan Nasara diniga asla o'xshamaydi misolda. Uningda iymon ibodat har insonning ixtiyoridagi ish, adolat, mehr shafqat va barobarlik shu islom shu dinniki asosi bo'lgan. Yana shu vaqtda Iso alayhissalomniki qilgan tabliğlardimi hamma odamning barobar ekanligi, hamma odam adolat bilan yashash lozimligi, hamma odamga hamma narsaga mehr shafqat bilan muomala qilish lozimligi, chunki hammasini Alloh taolo yaratgan bo'lg'achqa, hammasi o'xshash Allohning maxluqi. U sababdan birisi yana birisidan ustun emas. Uning uchun o'zi bir-biriga nihoyat mehribonlik bilan muomala qilishni nihoyat zarurligi, lozimligi, hatto shuniki farz ekanligi to'g'riliq Qur'oni Karim nihoyat jiq bayonlab. Demakki bu yerdagi biz nima qilsak, mana shuni o'zini selishtirgan vaqtida Qur'on bilan o'xshash chiqadi aslisi, ammo keyin o'ydirilganlarcha degan vaqtda o'ydirilgan xristian, ya'ni hozirgi xristian dini bilan hozirgi yahudi dini hozirgi an'anaviy islom bilan o'xshash chiqadi degan gap. Ya'ni an'anaviy islomning o'zidami shu e'tiqod bilan, ya'ni ibodat, ya'ni iymon bilan ibodatning o'zini birinchi o'rin qo'yiq misolga. Nimada Injilda hamda har xil nimalar qarashlar bor. Iso alayhissalomning odatda Qur'onga asoslangan vaqtida Iso alayhissalom otasiz dunyoga kelgan. Allohning qudrati bilan dunyoga kelganligi, uni o'zi Alloh bo'l degan buyrug'i orqali dunyoga kelib turganligi haqida bir oyatlar bor. Ammo bu nima degan vaqtda bu Injilda u o'zi otasiz dunyoga kelgan emas deb bunda qaraydi hamda. Shu to'g'ri kelmaydigan yerlari mana shundaq bor hamda. Buning o'zini biz Qur'onga ishongan bo'lganligimiz uchun mana shu yerlari xato ketgan yerlar hamda buniki. Bu o'zi nimada, ya'ni Iso alayhissalomniki voqealigi sura Maryamda nihoyat tafsil bayon qilindi. Misol uningga bir ferishtaning kelganligi, Maryam o ferishtaga agar o'zi Xudoni qo'rqsang meni yanimga yaqin kelma deganligi, uningdan keyin o'zi o ferishta Alloh senga bir o'g'il nisb qiladi degandan keyin menga bir erkak o'zi yaqin kelmasa men qandoq mening bir balam bo'ladi deb shu yerda nim qolganligi, keyin u homila qolganligi haqidagi voqealiklar sura Maryamda bayon qilindi. Maryam shu vaqtda kim degan vaqtda Maryam shu Imronning qizi, uniki onasi Hanna, otasi shu Imron. Uni shu nima Imron o'lib ketgandan keyin u onasi o nima Maryam tug'ilishdan burun men agar o'zi buni tug'sam, shu nimaga shu Quddusga, hamda hozirgi Sulaymon ma'badi deydi, Sulaymon ibodatxonasi degan gap. Ashyaga men uni xizmatchilikka atayma deb shundaq nim qildi. Keyin o qiz tug'ilgandan keyin uning o'zini qizi bo'lsin ashyaga ataydi, aytining o'zini Maryam qo'ydi. Maryam deganning o'zi shu xizmatchi degan mandaq ma'noni ifodalaydi ekan, shu vaqtning tili bo'yicha aytgan vaqtida. Uni keyin misol uni tarbiyalash uchun Zakariya alayhissalomga Zakariya alayhissalom tarbiyasiga sunudi.
Zikriya alayhissalom uni nihoyat yaxshi tarbiyalaydi. Zikriya alayhissalom bo'lsa, u neminiki, Imronniki, ayolniki, singlisi Elizabetniki yo'ldoshi bo'ldi endi. Zikriya alayhissalom. O nemining o'zi Isa alayhissalom shu vaqtda Zikriya alayhissalomning bolasi nem bilan bolasi bilan o'zi bir zamondosh bo'ldi. Bolasining o'zi nima? Yahyo. Yahyo alayhissalom bilan o'zi bir zamondosh bo'ldi. Shu ikkisi shu nimada shu hozirgi Falastinda o'zi ikkisi shu payg'ambarlik qilgan bo'ldi endi. Buniki voqealigi shu sura Maryamda bayon qilinadi. Uniki o neminiki İsa alayhissalom tug'ilish jarayonini tortib shu yerda bayon qilindi. Misol, Maryam shu bir kentga ketib qoladi, o'sha yerda jamoat hammasi uni orqasini pishni pasatgandan keyin shuni o'sha yerda tuqqan bo'ldi, bu qurib qolgan qavmiga eslab yurib shu yerda tug'ib, undan keyin o'sha yerdan yana Baytul Muqaddasga kelgan bo'ldi. Shu hikoyalar hammasi Qur'oni Karimda ochiq bayon qilindi. Hamda nimaniki xristianlikniki kitoblari hamda xristianlar bizning payg'ambarimiz deyotgan kishi Isa alayhissalom bo'ldi. Isa alayhissalom butun musulmonlarniki o'rtaq payg'ambari. Chunki musulmonlarga qo'yilgan shart nima degan vaqtda hamma payg'ambarlarni o payg'ambar deb e'tirof qilish vazifa, uning ishonish vazifa. Uning uchun Muhammad alayhissalomdan boshlab Qur'onda zikr qilingan butun payg'ambarlarga ishonish bir musulmonniki vazifasi. Hamda bu xristianlarniki kitoblari aslida Qur'onda bir yerda tilga olindi. Bu kitobniki ismi Injil deb tilga olindi. Ham bu nimada hozirgi jamiyatda bor Injil degan vaqtda 4 Injil mavjud. Masalan, Matta, Markus, Luka, Yuhanna degan kishilarniki yozib qoldirgan Injillari. Hamda bu kishilar mushu 4 odam bu Injilni eng oz bo'lgan chog'da 35-40 yil keyin yozganligi haqida nim bor. Yana bunday vaqtda Isa alayhissalomning zamonasida Injil bir kitob holatda bo'lmagan, ammo keyin mushu 4 odam mushu Injilning o'zini yozib qoldirganligi rivoyat qilindi mushu hozirgi Injil degan kitobning o'zida. Hamda bu kitobda bu Matta, Markus, Luka, Yuhanna degan bu 4 kitobda nimalar bor degan vaqtda bularda Isa alayhissalomning ish izlari, mo'jizalari, yozgan xatlari, kishilarga o'zi tabliq qilgan, ya'ni kishilarga o'zini qanaqi dars bergan yerlari, ishqilib ashunga o'xshash masalan shu Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda payg'ambar alayhisalom oyga tomoq yegan, tomoqni o'ng qo'l degan yo so'l qo'l deganga o'xshash voqealiklar va ashunga o'xshash voqealiklar bu nimada Injilda shu zikr qilindi. O halqi Allohdan mandaq oyat tushgan, ma'no o'zida mandaq buyruq bergan deganga o'xshash narsalar nihoyat oz zikr qilindi. Shuning uchun bu yerda 4 Injilning hammasida Alloh man degan o payg'ambar shuni mandaq ijro qilgan degan to'g'riliq undaq bir tafsil ma'lumotni ko'rgili bo'lmaydi. Faqatla shu Isa alayhissalomni o'lib ketgandan keyin u andaq odamni, mandaq odamni, ani qilganti, mani deganti deganga o'xshash shunday hikoyalar yozilgan bir kitoblar. Buni aytgan vaqtida uniki bir qism yerlarida shu 10 amr zikr qilindi. Ya'ni Tavratdagi 10 amr zikr qilindi. Bizniki ko'ngil bo'ldigan yerlarimiz shu. Qolgani hammasi zodi hozirgi shu an'anaviy musulmonlarniki o'ziga din qilib olgan, payg'ambar alayhissalomdan keyin 250 yil keyin yozilgan rivoyatlarni din qilib olganga o'xshashlar bir narsalar shu yerda yozilib qoldirilgan.
keyingi zamonlarda misol shu Iso alayhissalomdan 100 yil keyingi zamonlarda poplar bir yerga yig'ilib, undan keyin shu nimaning o'zini Iso alayhissalomni Allohniki o'g'li deyishga qaror qilgan bir narsa bor bu yerda. Ya'ni Iso alayhissalomniki Allohning o'g'li deyishni shu poplar o'zi o'ttiriga kelib, buni shundoq Allohning o'g'li desak, andaq bo'ldi, mandaq bo'ldi deb o'ltirib, Allohning o'g'li bo'lishning o'zini poplar bekitgan. Mollalarniki shundoq yomon insonlar ekanligini shu yerdan bilib olsak bo'ldi endi. İnsanlarning e'tiqodi, ibodat qiladigan narsalarga chaqchaq qilib, shunga o'xshash o'zi narsalarning o'zini, yana Iso alayhissalom bir insonning o'zini Allohning o'g'li deganning o'zini qaror qilib, hammasi bir yerga kelib qarorni chiqarib, shundoq uni o'g'il deb e'lon qilgan. Xuddi hozirgi Cumhur İttifaqı degandek ketganda. To'g'ri. Muttafaqun alay degandek. Hamda shu hozirgi shu atalmış İslamda, yani an'anaviy islom deyli, an'anaviy islomning o'zida hozir shu fiqh olimlarning o'zi bir yerga kelib, bir yerga kelishmaylik qilib qolsin, har birisi bir qancha yuz olimniki o'rinda bir narsaga muttafaqun alay qilib, bir yerga kelgan bo'lib, bo'lmasa 10 olim bir yerga kelib bir fiqh yozgan bir narsa yo'q. Aşı olimlar o'zi shu bir narsa qaror qilib, Muhammad alayhissalom andaq osmonga chiqargan shu olimlar misol nurg'ilgan mo'jizalarni Muhammad alayhissalomga isnot qilgan shu olimlar hamda shu rivoyatlar orqali bizda bir gap bor, nima ushmaydi, shayx ushmaydi, uniki murtlar uchirdi degan bir gap bo'lgan. Xuddi shuningga o'xshash, Muhammad alayhissalom hech bir zaman ushquni yo'q, ammo keyingi shu insonlar uning o'zini ushti qilib, osmonga chiqarib, yerga tushirib, xuddi shuningga o'xshash bu Iso alayhissalom zamonasidami, Iso alayhissalomning o'zini o'lmadi qilib, osmonga chiqatdi qilib, Allohning o'g'li qilib, shunday bekitishning hammasini kim qilgan degan vaqtida Iso alayhissalomdan yuzlarcha yil keyin yozilgan rivoyatlarga asosan mulla qilgan ekan. Bu Yahudilar peygamberlerine avazdan bolsa, bu Hristiyan diyegeler onu peygamberini xudolaştırıp, ilahlaştırıp, onun da avaz ekende. İkisida shunday ikki xil narsa bor. Yahudi dini va Yahudlar bilan Xristianlikda ikki xil narsa bor. Yahudlar tarix bo'yicha o'zining payg'ambarlarini, olimlarini, yetakchilarini ko'zga ilmagan, uni haqorat qilgan shunday ishlar mavjud. Masalan, Musa alayhissalomni hadislar shu haqoratlab, eyib tepib, shunga o'xshash ishlarni qilgan. Buni o'zini tafrit deydi. Tafrit deganning o'zi nihoyatda nima o'ziniki payg'ambarlarni, o'zining yetakchilarini tushirish maqsadida qilganligini bildirdi. Ma'lum ifrat nimalar Xristianlar bular o'ziniki payg'ambarni Xudoning o'g'li deb insonlikdan yuqoriga ko'tarib, Xudoning o'g'li degan Xudo degan gap mana shu vaqtida insonning bolasi inson bo'lganga o'xshash. Shu Xudo qilib olganda, shuning bilan o'zi orliqda shunday nihoyatda cho'ng nimalar bor. Shu sababdan shu her narsani o'rnini tushunmaslik, her narsani nimaga asosan tushirilgan, shuning asosan tushunib amal qilmasdan, uning o'zini o'rnidan yo'tkib o'tish orqali inson amal qilolmaydigan bir holatga yetkazgandan keyin u yerda Xristian, Yahudlarniki asrlar, ya'ni minglarcha yil shunday zulm tortishiga butunlay sabab bo'lgan narsa mana shu bo'lib qolgan. Buning o'zini agar u bizniki islom diniga hozirgi musulmonlarniki bo'libmi biz Uyg'urlarniki ahvoliga solishtirsak, nihoyatda o'zi to'g'ri keladi Yahudlarniki qilgan ishlarini o'zini. Bizniki
Uyg'urlarning ichidami o'zniki yetakchilarini, misol shu 20 asrlikini buning oldin nurg'unlagan katta odamlar o'tganda, lekin 20 asrdagi odamlarni qaraq hamda ismini anlaymiz. Misol Abduxoliq Uyg'ur deymiz, Chingizxon domollam deymiz, shu nima Abduqodir domollam deymiz, Savtoj domollam deymiz. Ashunga o'xshash nurg'unlagan Abduqodir domollam, Abdulaziz Mahsum deymiz. Ashunga o'xshash shu vatanparvar, o'zining millatini, o'zining vatanini ozod qilish yo'lida kurashgan shu odamlarning o'zini mollaning sababi bilan millat tashlab o'tgan. Shu Abduqodir domollam haqida qissa degan kitobning o'zida Abduqodir domollam bolalarga bir uyning o'zini sinib qilish uchun o'zi ishtonib turib, shu yerda shu sinfning o'zini, shu uyning o'zini suvayotganligi haqidagi so'zlar bor. Demak, jamoatning hammasi Abduqodir domollamdan qochib, hozir bizni Qur'onchi deb qochiyotadi-ku, xuddi shunga o'xshashli bir gap. Ashta qochib, Abduqodir domollam men millatim shunda zulm tortyotdi. Bu zulmdan qutulish kerak deb uning o'zi yangi zamon ilmlarini o'rgatish, matematik deymiz, fizika deymiz, ashuna o'xshash coğrafya deymiz, dunyodagi har xil voqealiklarni anglatish orqali millatni kallasini etish deymiz, ashuna o'xshash ishlarni qilyotsa, bu sharafsiz o'z boshqa mollalarning o'zini nima qiladi desa, bu jadidchi bu deb uning bir laqabni qo'yib, andekin o'zi o'ltigizyotadi-da. O'zniki olimlarni, o'zniki yetakchilarini o'ltirgan, uni ergashmagan, uni haqorat qilgan yahudlar 5000 yil dunyoda shundaq sargandalikni o'tkazib, eng oxirida o'zining yetakchisiga bo'ysunmas bo'lmaydi ekan, olimlarni e'tirof qilmasa bo'lmaydi ekan degan kelib, hozir shuni e'tirof qilgandan keyin hozirgi shu Isroiliyani qurdida, misol Yahudlar misol 1800-yillardan 1700-yilning oxirlaridan boshlab mush ma'rifga yurish qilib, pulga yurish qilib, bolalarni yaxshi o'qitib, undan keyin o'zimiz ittifoqlik, o'zini ichidan olimlarni ko'p chiqarish, yetakchilarni ko'p chiqarish, shunday ishlarni qilgandan keyin 1948-yili nimaning o'zini shu Isroiliya davlatini qurishga nima qildi endi. Shu nisb bo'ladilar deyli. Shuni uni qurib chiqdi. Buning hammasi ilm bilan, birlik bilan, o'zining yetakchilariga ergashish bilan bo'lgan narsa. Bizda-chi degan vaqtda bizda qandaq bir odam to'g'ri bir gapni qilsa yoki u millatniki manfaatiga to'g'ri keladigan bir gapni qilsa, uni har xil qalpoqlarni kiydirish orqali shu molla birinchi kiydirdi. Undan keyin desa, shu ziyolilarni hayron qolaman menchi. Bu ziyolilarmi ashundaq mollaning oqisiga berib qandaq namoz o'qiydi misol. Onda namozni o'qiganda o'qimog'ining yaxshi emasmisiniki. Ashak berib namoz o'qib, ashlar iqtido qilib, u go'ylarning o'zi ashunda xalq ko'chiga boshlab millatni vayron qilayotganini ko'z bilan ko'rib turib, yana ashlarga ergishidi. Biz o'lgancha namozimizni tushirmay qolamiki deb qo'rqdan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Aslida namozing tushirmasa hech qanday foydasi yo'q uniki. Dunyoda qilgan amalingning o'zi seni qutqizadi yoki vayron qiladi. Qiyomat kuni seni qutqizmagan narsa seni qilgan amaling. Boshqa hech qanday narsa qutqizolmaydi. U mollam qutqizolmaydi, u molla vaqti qachib ketdi. Hozirmi kichkina ziyonni ko'rsin bu odamdan shu vaqt, shu minutni tortib tunmaydi uning o'zini. Uning uchun bu yerdagi narsa nima desa, bizning oramizda shu bilim egisi deb qaralgan insonlar, misol ziyolilar tabaqasi deymiz. Shu odamlarning o'zimi hozirgi vaqtda yana shu mollalar ergishib yurganiga qarab men hayron qolaman. Shuning uchun bu yerda biz agar millatimizni qutqizamiz, biz zulmdan qutulamiz, millatimizni qutqizamiz, vatanimizni ozod qilamiz desak, qanday qilishimiz kerak degan vaqtda bu o'z xalq ko'chidan chiqishimiz kerak biz. Ya'ni shu hozir atalmış islomni tashlab, Qur'on o'tirib qo'ygan islomga agar biz musulmon bo'lsak, ya'ni shu dunyodagi amaliy hayotga qaytishimiz kerak. Ya'ni islom dini, Qur'on o'tirib qo'ygan islom dini insonniki shu dunyodagi amaliy hayotga qaytishining o'zini buyuradi. Oldimizda bo'layotgan ishlar qartan ish qilish.
Yana hozir shu men Facebook'da yoki bo'lmaydi shu nemilda WhatsApp guruhida nurg'un narsani ko'raman. Yillardan beri 10 yil, 20 yil zoti men tug'ilgandan boshlab desam bo'ldi. İman, e'tiqod, ibodat to'g'riliq so'zlandi. Kesh deydigan gap shu. Boshqa hech qanday ish yo'q. Birdan bo'z Xudoning qudrati to'g'riliq so'zlab ketadi. Sana nima deymanda? Shu Xudoning qudratini tuniganligi uchun Xudo deb e'tirof qildik. Uni ibodat qilyapmiz. Bo'ldi shu. Kesh uni qudratini so'zlashga hech qanday hojat yo'q. Alloh taolo nima deydi? Shu Alloh yaratgan qudratini yaratgan narsadan biz qanday foydalanishning o'zini u yerda bizga buyurayotgan narsa ma'lum. Keç Allah osmonni andaq yaratgan, yerni mandaq yaratgan, dal-daraxtni mandaq yaratgan. O aştaq yaratganligi uchun uni biz Xudo deb tunivyapmiz. Uni yaratmiz qanday Xudo deymiz biz uni? Endi bizni qildigan ishimiz nima degan vaqtda shu narsalarni biz qanday unumli foydalanamiz. Xudo Qur'onda zamindagi dunyodagi barliq narsalarni, ya'ni osmon zamindagi barliq narsalarni sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdim deydi. Demak, bu yerdagi maqsad nima desa, kainotdagi har qanday narsani inson o'zining qo'lidan kelishicha foydalanish bu maqsad qilingandan keyin. Kech u Xudoning qudratini so'zlab o'zi o'ltirish bu yerdagi bizning maqsad, Qur'ondagi maqsad emas. Xudoning maqsadi emas u. Xudoni bilan maqtab qo'ysak osmonda uchadigan, maqtamasak kech tugilib qoladigan bunda Xudo emas u. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Alloh ko'rsatgan yo'l bo'yicha Allah yaratib bergan narsalardan to'g'ri foydalana oladigan bir bilim egasi bo'lish lozim insonlar. Yahudlar ashtaq bo'lganligi uchun men hozir O'rta Sharqda nima ishlarni qilyapti? Bu hammasi ilm bilan, kuch bilan bo'lgan narsa. Hozir dunyodagi eng birinchi darajada kuch nima desa, tarixdan buyon bilim. Bilimdan ortiq hech qanday kuch yo'q. Bu sahar Xudoyim bo'lsa, yana Musa alayhisalom, Isa alayhisalom haqida Qur'oni Karimda shu qissa kelgan vaqtda maxsus selishtirma sifatida Yahudlar qanday qilganligi uchun shunday uzun muddat nima qildi, biz nima uchun shunday kuni qilib qoldik degan nimani yana qayta to'xtalamiz Xudoyim bo'lsa inshaalloh. Endi Xristian dinidagi mazhablari yani 3 mazhabga bo'linadi ekan bu Xristian dini. Birinchisi Katolik. Katolik mazhabida ruhoniy liderning o'zini Papa deb ataydi. Ruhoniy lider Papa. Katoliklikning markazi Roma, hozirgi İtalyaniki markazi Vatikan misolda. Mana shu Katoliklikniki markazi. Ularniki e'tiqodida Papa hech bir zaman xatolashmaydi deb qaraydi. Papa nima desa, u to'g'ri deb qabul qilish ularga nima qilingan endi. Ularga o'zi shunday e'tiqod qilib belgilangan. Xuddi hozirgi bizniki mollaga o'xshash, ular nima desa to'g'ri, hargiz xato gap qilmaydi. Qilayotgan ish butunlay millatni xonavayron qilyapsimi, ya'ni uni qilayotgan ish to'g'ri deb bilinish lozim. Uniki o'z degan gaplari to'g'ri bo'lsa ikki savob, xato bo'lsa bir savob. Hech bir zaman ziyon tortilgan yo'l yo'q bu go'yliga. Mushundaq o'zini ashlab qilganda. Xato bo'lsa-mu bir savob bo'ladi-da, bu bunday bir qoida bo'lam dunyoda. Misol, Qur'on ashariasi bormi desa, hayron qoladi odam endi. To'g'ri bir narsa to'g'ri hukm chiqarsa 2 savobmish, xato hukm chiqarsa 1 savobmish. Dexa u nima balqi o Daqaiq axbar degan bir kitob bor, ashunada yozilgan nurg'un narsa bor. Nurmul olimi xayrun min ibadatil abidin degan ashunday bir iboralar bor. U nima degan vaqtda olimning uxlig'ini ibodat qiluvchilarniki ibodatidan yaxshi deydi. Olim uxlasa, u ibodat qiluvchi ibodat qilgani uni tenkanmaydi misolda. Demakchi o'g'il nima degan vaqtda u qadar o'zini ashunday o'z osmonga chiqib olganki, uni har qanday qilgan ishi savob qilmangdi, har qanday qilgan ishi yaxshi ish qilmangdi.
Mandaq bir holatga. Masalan, shu nimaniki katolikniki papasi har qanday gapni qilsa to'g'ri hisoblanishi kerak. Bundaqmi shu olam dunyoda? Misol. Mana mushuni Bu Udulloh o'zi nima kelgan degan vaqtda Udulloh shu islom ummatini yetaklaymiz deb o'tirib chiqqan molla shuni Udulloh o'ziga o'rnak olgan. Şialarning mushundaq bu. Hmm. Şialarning imomning kepi. Undaqı mollarning chiqqan fatvoları zaten Hmm. şu Allah'ın çıkargan fatvosi bo'lib mana yuzdigan ishlarim bor da bu mollar. Elbette. Onun bir fatvosi qarshi chiqsa, shu Allah qarshi chiqadi. Shunday. Ajoyib. Bu katolik mazhabida rohiblar to'y qilmaslik lozim. Ya'ni to'y qilmaydi. To'y qilsa bo'lmaydi-da. Ashundaq bekitilgan. Katolik mazhabida qudsal ruh oti bilan onadan maydonga keladi deb qaraydi. Ya'ni o'zi katolik dinida, katolik mazhabi xristianligi qudsal ruh oti bilan onadan maydonga keldi. Yani bola o'zi oti bilan onaniki o'xshash mahsuli demoqchi endi. Bu nimaniki xristianlik ikkinchi mazhabi, ya'ni yana bir mazhabi ortodoks. Ortodoks degan so'zning o'zi aslida to'g'ri yo'l degan ma'noni bildirdi-ki, o'ziniki nemasi bo'yicha. To'g'ri e'tiqod yoki degan ma'noni bildirdi-ki. Bu ortodoksda ruhoniy liderni patrik deb ataydi. Anada papa, ma'noda patrik. Ruhoniy liderni patrik desa biyaga olsak, buning o'zi ortodoksga deb tushunsak bo'ldi ekan. Papaga o desa, bu o'zi ma ibodatxonlik nemasi, bu o'zi katolikka deb tushunsak bo'ldi ekan. Endi bu nimada ortodoksda nimada patriklar to'y qilishga bo'ladi endi. Ana to'y qilishga bo'lmaydi, ma'no to'y qilishga bo'ldi. Ammo bularniki birlikka yerlari har ikkisida o patrik olsun, papa olsun, ularning degan so'zlari hech qanday xato so'z qilmaydi deb qaraydi va shundaq o'zi e'tiqod qiladi. Buningda o'xshamaydigan yeri, ortodoksda o'xshamaydigan yeri qudsal ruh otidan keladi deb qaraydi. Ya'ni o'zi bizniki nemimizdami, masalan, shu Uyg'urlarniki nemimizdami, bola otiga tava bo'ladi-da. Yani Türkiye milletinin hammasida bola otiga tava bo'ladi. Buningdami shu otiga tava bo'ldi ekan endi. Bu ikkinchi mazhab mushtaq endi. Üçüncü mazhab protestan. Protestan degani o'qituvchilar degan ma'nodagi nima ekan? Bu mazhabni qurgan odam shu germaniyalik Martin Luther degan odamniki yetakchiligida qurilgan mazhab ekan. Bu odam shu mazhabni o'tirib chiqargan vaqtida kitob har qanday bir millatning tiliga tarjima qilingan vaqtida u millat o kitobni tushuna oladi, o dinni tushuna oladi millat. Onun papa, patrik degan narsalarning hech qanday keragi yo'q. Bu papa, patrik deganni faqatla millatning qanini sho'rash uchun aşağıya chiqib olgan odamlar. Shuning uchun buning o'zini har millat o'zining tiliga yaxshi tarjima qilsa, millat uni joyida tushuna oladi. O patrik, papa, ya'ni mollaga hech qanday ehtiyoj yo'q degan bir mazhab ekan. Bu hamda hozirgi zamondagi Moşu hazır Kur'an'ın asas qilgan mollalar, misal moşu Türkiye'deki nurg'un diniy olimlar chiqyapti, Arab dunyosi chiqyapti. Bizning aramizda az chiqdi endi. Chiqyapti hali hozirmi yana. Moşular o'xshash, moşular Qur'on to'g'ri tarjima qilinsa, uni insonlar tushuna oladi. Bir mollani kelib uning o'zini tafsir qilib berish hech qanday hojat yo'q deganga o'xshash. Bu o'zi protestan deganning o'zimi shu mazhab bu mollaning hech qanday hojat yo'q. Mollaga insonlarning hojati yo'q. Ular bir parazit insonlarniki shu qanni sho'rash uchun aşağıya chiqib olgan.
degan qatorda shundaq o'zi tuzilgan bir mazhabga xuddi hozirgi shu nimaga o'xshash biz uzundan boshlab deyapmiz. Bu molla insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklash emas, ularni vayron qilish, ularning qinni sho'rash bularniki qildigan ishi. Hozirmiz zaten Uyg'urlarni shu yuzlarcha yildan birisi vayron qilib kelayotgan shu mollalar. Hozir ham vayron bo'lyapti. Bularning o'zini biz bular ehtiyoj kelmaydigan, ya'ni Qur'oni Karimni shunday bir Qur'oni Karim shunday bir tarjim qilinishi lozimki, hech qanday mollaga ehtiyoj kelmaydigan holatda bir tarjim qilinishi lozim. Shu vaqtda millat uni o'zi o'qib, o'zi tushunib, Qur'on nima debdi, ayndaq o'zi qilish lozim. Hozir Qur'onda nurg'unlari, masalan, Anas Hojimniki Qur'onning tarjimasi xalli yaxshi. Ashnodimi mazhabga undaq bak e'tibor berilib ketmagan, berilib qolgan yerlari bor. Uzun muddat bir mazhab tutgandan keyin insonning kallasini chiqarmaydigan gap. Ammo asosan Qur'onniki shu tekstiga jiq o'zi nima ahamiyat bergan bir tarjima yaxshi tarjimaning birisi. Qolgan tarjimalar biroz mazhablarga tayanib ketgan ayndaq tarjimalar. Ammo shu Anas Hojimniki yaxshi tarjima deb qarasak bo'ldi endi. Demakki, shundaq tarjimani o'qisa insonlar o'zi u Qur'on nima deyotganligini tushuna oladi. Shundan o'zi foydalanib, o'ziniki dinda, ya'ni e'tiqodida yoki amallarda, yoki ibodatlarda, yoki islomda, yoki o'zi islom degan qanday islom tushunchalarida qanday yerda xatolik bo'ldi, uning o'zini Qur'on qarab o'zi tuzata oladi degan gap. Bizde protestonga o'qitish sababi shu desizlar buniki. Shu. Endi bu Qur'onda shu Yahudi dini, Xristian dini, Budda dini o'xshash, hatto ashuna nurg'unlagan dinlarning o'zi bayon qilindi. Bayon qilinishda butunlay Qur'ondagi o'xshashlar hozir biz shu 10 necha dinning o'zini o'tirib qo'yganga o'xshashlar. U yerda shu Qur'on to'g'ri kelmaydigan yoki amaliyotga uyg'un kelmaydigan yerlarni, uning asos qilgan narsalarning nima ekanligi shu bayon qilinliq. Qur'ondagi islom bilan buniki orasidagi selishtirma qatorida shunday bayon qilinliq. Islomchi degan vaqt Qur'on bayon qilgan islom adolatni asos qilgan, barobarlikni nishon qilgan bir din endi. Bunday vaqtda asosiy adolatga asoslangan din degan gap. Bu an'anaviy islomning degan vaqtda iymonni asos qilgan, ibodat va iymonni asos qilgan bir din bo'lganligi uchun buniki Qur'on o'tirib qo'ygan islom bilan o'xshamaydi. Nimadimi o'zi Qur'onning o'zidimi al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islom dina deganda men islomni sizlarga din qilib berdim deganning o'zidilla ochiq chiqib turdi. Bir odam iymon etgan bo'lsa, islomni qabul qilmasa, u vaqtda u odam Qur'onga bo'ysunmagan qatorida bo'ldi. Islom bir tuzum. Yana hozir qadri ketsa haqida jiq so'zlayotdi insonlar, mollalar jiq so'zlayotdi. Voy, 1000 oydan yaxshi 83 yil qancha oy bo'ldiki, uni hisoblab chiqib, shunda o'z keng kushad so'zlayotdi. U qadri kechisniki nemisi? U yerda u qadri kechisniki ulug'ligi emas, u yerda narsa. Qadri kechisi tushgan narsaniki ulug'ligi haqidagi oyat Qadr surasining o'zimi. Yana u yerda qadrning o'zimi dunyoga bir qadar, ya'ni bir nizom, bir tuzum bekitish uchun, ya'ni tuzumniki, ya'ni dunyoga bekitilgan tuzumniki tushishga boshlagan kechisi hisoblandi u qadr kechisining o'zi. Ya'ni Muhammad alayhisalom shu o'zi Muhammad alayhisalom tushgan shu tuzumni amaliyotga aylantirish orqali shu Arab yarim orlida islomiy tuzumning o'zini barliqqa keltirgan. U tuzumning ostida Yahudlarmi yashayolgan, Xristianlarmi yashayolgan, mushriklarmi yashayolgan, mu'minlarmi yashayolgan. Ya'ni shunda o'zi adolatni asos qilgan, barobarlikni nishon qilgan, ilmni o'ziga o'zi manba qilgan shunday holatdagi bir din bo'lgan. Ya'ni Qur'onda
Mushu tushgan oyatniki, ya'ni tartib bo'yicha hisoblagan vaqtidami Iqra bismi robbikallazi xalaq degan shu oyatning o'zida allamal inson ma'lam ya'lam deb tugaydi. Birinchi qatim tushgan 5 oyatning o'zida. Bu nihoyatda muhim mazmunlarni o'tirib qo'ygan. İnsanlar bir kitobga, masalan, Qur'onni bir odam islomni qabul qilmoqchi bo'lsa-mu, Qur'onni shunday aytib lekin uning o'zini boshdan oxir o'qib, uni tushunib chiqmay turib, islomni qabul qilishlik xato ekanligini Qur'on ashyadan tushuntirdi. Nima uchun degan vaqtda birinchi o'qish orqali uni bilish ichida nimalar bor, uni bilgandan keyin bu narsa zodi ajoyib bir o'zi to'g'ri narsa emasmi, to'g'ri ekan emasmi, men buni qabul qilsam bo'ladi-ku degan kelgan chog'da andiki qabul qilish bu o'zi Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan nihoyatda bir yuqori bir talab desak bo'ldi. Chunki insonlar bilmay turib, o'qimay turib, uni qarg'ulachi ishinish Qur'on talab qilgan ishinishga to'g'ri kelmaydi. Qur'on asla bundaq ishinishning o'zini qabul qilmaydi. İnsanlar birinchi o'qish kerak, uni tafakkur qilish kerak, bilish kerak. Undan keyin bu to'g'ri-ku deb kaldan o'tgan vaqtida, uni dalil isbotlarini to'liq o'zi his qilgan vaqtida, undan keyin bu to'g'ri-ku, men bunga kirsam bo'ladi-ku, agashsam bo'ladi-ku deb o'tirib, qilsa bu to'g'ri bo'ldi. O'ziga foydali bo'ldi va boshqa odamlarga foyda yetkaza oladi. Undaq bo'lmasdan qarg'ulachilar atam musulmonga, onam musulmonga, men ashlarni tug'ildim, men musulmon deb o'tirib lekin u yerga kirib olsa, uniki hech qanday o'ziga va atrofida hech qanday insonga foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida Qur'on insoniyatga bir tuzumni, insoniyatni bir tuzum ichida yashatish uchun kelgan bir kitob ekanligi, ya'ni islom dini. Butun o'zi payg'ambarlar islom payg'ambari ekanligi. Misol nimada sura Baqarniki ichida bir oyatlar bor. İbrahim alayhissalomga degan aslim deydi. Aslim degan vaqtda qala aslamtu li robbil alamin deydi. Alloh taolo esa aslim deganning o'zi ikki xil ma'noni bildirdi. Aslim degan birinchi Alloh taoloning amr farmonlariga taslim bo'lish. Ikkinchisi tinchlik uchun kurash qilish. Bu ikkisini bildirdi. Ya'ni har qanday bir payg'ambar mush ikki narsani ikkisini qabul qilishlik. Ya'ni mayli İbrahim alayhissalom bo'lsin, har qanday bir payg'ambar bo'lsa, u birinchi Alloh taoloning buyruqlarini qabul qilishlik, uning oldida taslim bo'lishlik. Ikkinchi degan vaqtda shu amr farmonlarga asosan dunyoga tinchlik keltirish uchun kurash qilishlik. Butun payg'ambarlarning qilgan ishlari shu. Ba'zanlari davlat quruqlik, ba'zanlari qurolmoqlik misolda. Masalan, İbrahim alayhissalom deymiz, Musa alayhissalom zaten davlat qurgandek bir holatda o qavmning hammasini bitirib chiqib olgandan keyin. Undaq qiliqlik, ammo Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom, payg'ambar alayhissalom deymiz, mushlarning hammasi nima degan vaqtida bir tarafdan shu islomni qabul qiliqlik, yanbisi shu islom, ya'ni tinchlikni barpo qilish degan ma'nosiga asosan shu o'zi islomniki nimasi islomning iborat shu tuzumga asoslanib turib, shu jamiyatda bir tinch bir jamiyat barpo qiliqlik va tinch bir jamiyat bo'lgan bir davlatning o'zini barpo qiliqlik payg'ambar alayhissalom. Shuning uchun bu yerdagi islom, ya'ni maqsad nima degan vaqtda butun o'zi dinlarniki mayli İbrahim alayhissalom tortib toki Muhammad alayhissalomchilik orliqdagi Odam alayhissalom tortib desakmi, butun dinlarniki asosi nima degan vaqtda islom ekanligi. Dunyoda insonlar barobar o'zi his qilib, hech bir inson yana birisidan o'zi to'van emasligini, hammasi o'xshash bir inson ekanligini, bir-biriga zulm qilmaslik lozimligi, adolat ostida barobar yashashlik lozimligi haqida berilgan bir ta'limot, bir nima, bir tuzum degan gap endi. Demak, bu yerdagi narsa nima desa, Odam alayhissalomni tortib Alloh taoloniki u nima dunyoga keltirgan narsa insoniyat o'rtasida adolatga asoslanib turib barobar yashashdan iborat mushu o'zi tuzumni barpo qilish ekanligini tushunishimiz lozim. Uning uchun bu yerda iymon hech qachon islomniki bir asosi emasligi,
iymon etgan odam islomga kirmasa, u odam musulmon hisoblanmaydiganligi. Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafatan degan oyat bor. Bu nima degan vaqtda, ey mu'minlar, ey iymon etganlar, la ilaha illalloh degan insonlar siz islomga kiringlar deydi. Eğer bir adam iman etse, o adam Müslüman bo'lgan ish olsa, onu İslam'a kiringlar deyishga hech qanday hojat yo'q. Demak, islom bir tuzum, insoniyatni to'g'ri boshqaradigan, adolatga asoslangan bir tuzum. Shu tuzumga kiringlar, shu tuzumni qabul qilinglar. Hammani shu tinchlikda barabar yashaydigan bir holatni shakllantiring degan gap. Yana misol biz hozir Yevropada yashayapmiz. Yevropaning o'zida xristianlik va yahudlik va nurg'un biz hatta hech qachon anglab bakmagan bir dindagi insonlar var bu yerda. Her xil mazhablar var. Musulmonlar var, mu'minlar var. Shularning hammasi davlatniki tuzumi oldida barabar holatda yashaydi. Misolda, shuning o'zi islom demak. Ya'ni uning e'tiqodiga, yani sen o'z palon narsaga e'tiqod qildi ekansan, ishindi ekansan, sen palon nimaga ishonmaydi ekansan degan bir narsa yo'q. Hamma odamning ishonchisi o'ziga hisob. Qur'on ashun deydi, lakum dinukum valiyadin, yani her odamniki e'tiqodi o'ziga. Ama jamiyatniki o'z tartibi hamma odamning o'rtaq ishi. Uning uchun u yerda bir odam Allohga ishongan bo'lsa, Allohga ishonmagan odamni men Allohga ishonaman, sen ishonmaydi ekansan deb dushman tutish, uni haqoratlash, uni tuvan ko'rish, u insonga aslo o'z yo'l qo'yilmaydi Qur'oni Karimdagi islomlik hukm bo'yicha. Shuning uchun bu yerda yani Hristiyanlıkta hozir shu burunqi nima shu yuqorqi hozir 2-3 sondagi o'tib ketgan dinlar haqidagi ma'lumotlarning hammasini o'rtaq bir yerga kelgan vaqtida hammasiniki asosi nimaga asoslangan degan vaqtida e'tiqodga asoslangan. Iymonni birinchi o'rinda qo'ygan, ibodatni ikkinchi o'rinda qo'ygan, har narsani iymonniki tushunishdan o'tkazgan. Ammo bu Alloh taolo o'tirib qo'ygan din emasligi. Allah'nınki oturup koygan dini neymi degan vaqtda islom ekanligi, o islomning o'zi dunyoda adolat oldida hamma odam qaysi din, qaysi mazhab, qaysi rangdagi insonlar bo'lishini qat'iy nazar hammasi barobar yashay oladigan bir sharoitni hozirlash, barpo qilish bu islom ekanligi. Buning o'zini Qur'on bayon qilyapti. Hamda uning sirtida insonlar Allohga ishonib, yani Qur'onda bu Allohga, payg'ambarga, kitoblarga, farishtalarga, oxiratga ishonish haqida oyatlar bor. Uning ishonsa, arabcha bir gap bor, fabiha va ne'mat deydigan. Texmi yaxshi bo'ldi endi bu. Ammo u iymon etish Qur'oni Karimda yoki hech qanday bir dinda iymon, ibodat majbur emas endi. Ya'ni shu yuqorqi dinlar, yana xristian dini, yahud dinini, budda dinini hammasini xuloslagan vaqtida e'tiqod birinchi o'rinda turgan ibodatning o'zini duo, ya'ni ibodat butun dinlarda duo qilish ibodat hisoblangan. Masalan, shu xristian dini, yahud dinidami asosan duoning o'zini ibodat hisoblaydi. Endi buningdan biz shu Qur'ondagi salat kelimasining o'zini ashunga chiqarib olishga bo'ladi. Masalan, salatning o'zini duo. Zaten salat kelimasiniki bir ma'nosi duo. Namozning o'zimi duo. Masalan, Qur'oni Karimda Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdines sıratal mustaqim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin deb mush oyatni o'qigan vaqtning o'zida mush oyatning tarjimasi qarasanglar duo bu. Ya'ni namoz o'qish nima qilish kerak degan vaqtda duo qilish ekanligini mush Qur'oni Karim o'zi bayon qildi. Demakki, bütün dinlardagi duo qilish bilan o'xshash hisoblandi. Ammo bu duo qilish ve Allah işiniş her kandak din, yani bütün ilahi dinlerin hemmisinde, yani bütün peygamberler kelgen dinlerin hemmisinde ibadet olan iman bu özü her adamın şahsi işi ihtiyarlık berilgen iş katarda hesaplangan. Yani her adam onu kabul kılış kılmaz özünün ihtiyarı. İbadet kılış kılmaz özünün ihtiyarı. Yani iman arkalık dost düşman payda kılış, dost düşmanının özünü belgileş. Bu Kur'an-ı Kerim ya bütün dinler ortak çekligen bir narsa ekanligi bu bayon qilindi. Onun için bugün şu
Hristiyan dini hem de hazır şu Arapnaki dinini şu yerda ikki kelime söz kılıp alsak tugaydi. Bir 10 minut artık gitip kaldık şeydi. Şunda olsama çidap durumuz. Şunu bilen bu nime tugaydi hamda dinler hakkındaki anneannevi İslam'a kelimiz onundan keyin. Yani Araplarniki aslidagi dini nimeti degan vaqtda Araplarning aslidagi dini Budda dini ekan aslida. Bular o'zini Samiyil deb qaraydi ekan. Araplarning asl nimasi bular Budda diniga e'tiqod qildi ekan. Uning uchun o payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lgan vaqtda Makka ya'ni Ka'baning ichida 360 ta but borligi va Arab yerim orlida yuzlarcha butxonaning borligi. Payg'ambar alayhissalom Makkani fatih qilgandan keyin nurg'unlagan butxonalarning o'zini chiqib tashlaganligi faqatla shu Ka'bani qilib qolganligi. Ka'ba aslida o'z vaqtida bir ibodatxona ekanligi, uning uchun uni butxonlikdan qutuldirib, ibodatxonaga o'zi aylantirganligi bu o'zi bayon qilindi. Endi Muhammad alayhissalom o'lib ketgandan keyin degan vaqtida Muhammad alayhissalom misol adolatni asos qilgan bir islomdan iborat bir tuzumning o'zini barpo qilib Qur'oni Karimdagi buning o'zini jamiyatga shunday bir xotirjam bir jamiyat barpo qilib bir davlat qurgan bo'lsa, Muhammad alayhissalomdan keyin degan vaqtda Muhammad alayhissalomdan keyin Arablar ya'ni qaytadan shu o'ziniki Budda dinini qaytib Muhammad alayhissalomni butlashtirib olgan. Misol Muhammad alayhissalomga salovat keltirish hozir misol turklarniki jamisiga olsa, innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima degan oyatni o'qigandan keyinlar kus shu yerda o'zi Allohumma salli ala sayyidina Allohum barakalloh degan shu nimaning o'zini o'qiydi. Demak bu nima degan vaqtda payg'ambarni butlashtirib olish degan gap. Payg'ambarning o'zini o ibodatni Alloh qilmay payg'ambar qildigan. Qiyomat kunsi Alloh o'zi bizniki qilgan amalimiz qarta mukofot yoki jazo berib demasdan Muhammad alayhissalom peshiga eslab turib biz jannatga kirib ketamiz. Muhammad alayhissalom bizga shafaat qildi deganga o'xshash bunda xato tushunchalarni qilib Muhammad alayhissalomni butlashtirish, uningdagi sahobalarni, uningdagi mulla o'zi butqa aylanib olish, shundaq o'zi ishlar mavjud. Ya'ni bu nima degan vaqtda musulmonlar Muhammad alayhissalom va 4 xalifadan keyin qayta Budda dini qaytgan degan gap. Ya'ni hozirgi an'anaviy islom shu arablarniki o'z vaqtidagi Budda dininiki o'zi nimasi degan gap. Ismi o'zgargan Budda dini degan gap. Bunaqa vaqtida. Ya'ni ulug' islom dininiki chapini shu Budda diniga kaydirib, buning o'zini islom qatorida ko'rsatib, insonlar shu Budda dinining o'zini islom qatorida nima ko'rsatib olgan. Amaliyotda shu Kona va payg'ambar alayhissalomdan burunqi arablarniki Budda dini bilan o'xshash misol insonlarni butlashtirib shunday qilgan ishlar shunday o'xshash keladi. Shuning uchun bu yerda bizniki demakchi o'g'limiz nima degan vaqtda insonlar hech qanday bir odamniki qutqiza olmaydiganligini, qiyomat kunsi faqat qutqizadigan narsa insonlarning qilgan yaxshi yomon ishlar ekanligini, yaxshi ishi insonni qutqizadiganligi, yomon ishi uning o'zini vayron qildiganligi, buning o'zini bilib olsa bo'ldi. Ammo hech bir mulla yoki qori yoki mujohid yoki payg'ambar yo sahobiy hech bir inson yana bir insonga shafaat qilish orqali qiyomat kunsi Allohning azobini qutqizolmaydiganligini Qur'oni Karim ochiq bayon qildi. Ammo buni hozirgi an'anaviy islom uni bayon qilmaydi. Qur'on buni shunday bayon qildi. Shuning uchun Qur'onniki ikki aloyitligi birisi insonlarni o'zi shu hozirgi hayoti dunyodagi amaliy ahvol qaytirish. Ya'ni oldimiz nima bor? Shuni qarta ish qilishga qaytirdi Qur'on. Fantaziyani so'zlab, bundan 1000 yil, 1400 yil, 2000 yil burunqi voqealikni so'zlab o'tirishga bo'lmaydi. Ikkinchisi bir odamga yo'linib emas, o'ziga yo'linib o'zi jannat jahannam topa oladiganligi. Buning o'zini bayon qildi Qur'on. Asla o'zi ikkinchi bir odamdan umid kutmasligi lozimligini bayon qildi. Burunqi dinlarda shu arabning dinidan tortib, Budda dinidan tortib hammasida e'tiqod, ibodat birinchi o'rinda. Ya'ni har dinning asosi bo'lgan bo'lsa, islom cho'disi adolat va barobarlik asosi o'rinda, islomning asosi bo'lgan. Shu narsani arib olsak bo'ldi.
Xudoyim bo'lsa kelar qatimdan boshlab an'anaviy din bilan islom dinidagi farqlarning o'zini nihoyatda jiq farqlar bor. Uni bir qancha qatimda dars o'qib ketishi mumkin deb o'ylayman. Hozir qo'limizda masalan hidoya, sharh va qoida deymiz, undan keyin o'sha nimalar deymiz, sahihist deymiz, ana shunday kitoblar mavjud. Ash kitoblardagi iymon haqidagi, shafoat haqidagi, ibodat haqidagi narsalarning o'zini o'sha Qur'onga solishtirib chiqqan vaqtida islom bilan an'anaviy islomning o'rtasidagi farq, an'anaviy islomniki insonlar qandoq o'zi narsalarning o'zini yoki bo'lmaydi, qandoq yolg'on narsalarning o'zini insonlarga o'rgatganligi haqidagi nurg'un narsalarning o'zini biz tushunib chiqa olamiz deb o'ylayman. Xudoyim bo'lsa. Hozir 1 soatni eshib ketdi. Qarindoshlarni test chidavyapti deb o'ylayman. Shuning bilan bugungi programmamizni shu yerda oxirlashtiramiz, ammo ba'zi bir tushunmay qolib qolgan yer bo'lsa, qarindoshlarimiz o'tirib qo'ysa bo'ldi. Razı olsun hem de bayağı yankısı. Meyla Kur'an'da nezeri programımız olsun ya ki ma yeni başlayan programda olsun biz zaten aşı mollamlığını düşmeni daklan bir ahval ortaya koyup koygan tek. Xodalıqı Peygamber Aleyhisselam siz bir dinni icat kılmakçı işkenlikidek bunda bir köz karışlar cemiyet mevcut hem de şu. Bunu nispeten Kur'an'ın üzü zaten Peygamber Aleyhisselam ilahlaştırmaslık ma Yahudilikga o'xshash Peygamber Aleyhisselam'ni yo'q qilib etadigan yoki shu payg'ambarlarga qarshi turadigan emas, Qur'onning o'zidiki bu ish yo'l tutgan vaqtimizda undan keyin bizning nima demoqchi ekanligimizni asta-asta tushunib qoladi deb o'ylayman. Albatta. Wow, tushib ketdi. Endi bu dini sohadagi qarindoshlarimiz to'g'ri tushunish kerak. Agar ashular hozir mana Abdurahmon Jamoldan biroz qo'shib qolgan yerimiz bor, bizni Yamanbek tilg'anti bu qarindoshimiz. Hozir Qur'on ovoz yo'qolib ketyapti. Qur'oni Karim deganga ishinidu. Abdurahmon Jamolning Mayli qasda bo'lgan bo'lishni qat'iy nazar, uning ishinidu. Ishongandan keyin ash Qur'onning o'zini bir tarjim qilib, uni tushunib chiqishini biz nihoyat yaxshi o'zi ko'nglimizdan so'raymiz, tilaymiz. Ashula ashni o'qigan vaqtida bizniki deyotgan gapimizni o'zi aynan tushunib oladi. Biz u mollamlar hech qaysidan dushman emas. U bizniki qarindoshlarimiz. Ammo Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan narsalarni shunday biz degan vaqtda xuddi dushman qatorida degandek mundaq o'zi holat shakllanib qoldi. Shuning uchun biz halqi 2 minut yo'qolib ketdilar. Qaytib boshlamda Abdurahmon Jamol dedilar, shunday yo'qolib ketdi. Abdurahmon Jamol shu nimaga Facebook'ga shunday yaxshi bir maqolalarni yozyapti. Qur'onniki Qur'on an deydi, Qur'on man deydi, Qur'onda qilsa nima qilamiz deb shu Qur'on to'g'riliq nihoyat yaxshi bir narsalarni yozyapti. Alloh rozi bo'lsin. O'z vaqtida Yamanbek o'zi bizni to'g'rilab haqorat qilib shunday qilib ketgandi. Ammo har bir diniy qarindosh, dinda o'qigan, o'zini diniy olim degan qarindoshlarimiz Qur'onni u bosh oldirmay turib, vazifa emas, har kunsi bir oyat olamdi, 2 oyat olamdi yoki bir mavzu olamdi, shunday o'qib, nihoyat yaxshi muloyiz qilib chiqsa, mutlaq holda bizniki mush deyotganimizni Alloh nima demoqchi bo'lganligini tushunmaydi. Hem xalqimizga, hem o'ziga foydali inson bo'la oladi deb o'ylayman. Herkesin biz bu qarindoshlarimizni hech birisining o'zini yomon ko'rmaymiz, yaxshi ko'ramiz amaliyotda. Ammo bizning degan gapimiz bularniki titan tomiriga tegib ketishining sababi nima degan vaqtida, butun sababi shu Qur'onning oyatining qarshisi turib olganligi uchun shu sababdan o'zi ularga tegib ketyapti-da. Bo'lmasa bizniki ularga bir hech qanday o'ch adovatimiz yo'q. Hammamiz millatniki g'amini qilyapmiz, vatanning g'amini qilyapmiz degandek nurg'unlagan narsa ustida to'xtalyapmiz. Qanday millatimizni qutqizamiz? Qanday millat mush xato yo'ldan qaytib to'g'ri yo'lga kirsa, o'zini qutqizib ola. Shuni qanday bir his qo'shamiz degandan boshqa hech qanday dardimiz yo'q bizniki. Shunga Abdurahmon Jamoldan Alloh rozi bo'lsin, shu Qur'on to'g'riliq yomon yaxshi izlanayotgan shay deb o'ylayman. U arabchani yaxshi biladigan bir odam. Unda bo'lgandan keyin
bir o'ttirda ashunga o'xshash qarindoshlarimizni yana bir qanchasi shu o'ttirga chiqib qolsa, texmi yaxshi bo'ldi shu Qur'on ustida to'xtalib. Hazır besleşmekte hazır Hüseyin'imi yazıvatıdı. Kişinin bu vay Kur'ancı asıl bizde da bizge kalmaydı bu meydan. Tex yaxshi oldu. Bizi qanmas tex yaxshi bo'lib ketdi. Xudoyim bo'lsa, umid qilamiz, orzu qilamiz, duo qilamiz. O bizning qarindoshlarimiz o. Can sual düştü mü? Bir sual var ki. Suala cevap verem mi ya? Suallar hali ko'p. Suallar hali ko'p. Mazmun aloqador savollardan bir qanchasi so'ralsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Siz so'ramsizlar, men so'rayman. Sizlarga so'rashlar ma Abdulazizniki ovoz yaxshi chiqmayapti-ku. Ha sualni kulib ovozim yo'qolib ketdi. Endi yaxshi chiqadi. Bayatanqi bayonlarga aloqador savollardan birisida qachon, qayerda poplab kelib İsa Mesih'ni Xudoning o'g'li degandi, mush degan qarorni qachon chiqaribdi, buning dalili nima? deb bir savol so'rabdi. Buniki o'zim o'zimga qarayman. Bu bir Hristiyan dinine kirib olgan bir adashni deyotgan gibi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bayatni o'sha Antakiya deb o'tdikmi? Antakiya degan yerda, hozirgi Turkiyadagi bir shahar nima? Bir yez bo'lsa kerak deb o'ylayman. İsa Aleyhisselam'ın vafatından 30-40 yıl keyin Antakiya degan yerda tilga ilingan ekan shu İsa Aleyhisselam nimaki Nasara degan so'z. Ondan keyin İsa Aleyhisselam'niki shu nimasi Xudoning o'g'li deyishning o'zimi shu poplarniki birlik kelishi bilan o e'tirof qilingan ekan. Buni shu nimaning o'zini bizdan so'rab yurishga hojat yo'q. Shu Injilni o'qisa bo'ladi bo'lichi. Tevrat Injilni 66 qismini o'qisa, hozirgi o'qib bo'lgan borki, ashundan hamma topalaydi misolda. Buniki bu mazmundagi asosiy nuqtasi emas bu. Asas maqsad zaten uniki balıstıсын, dadıstıсын biz onu hech qanday e'tirof qilmaymiz zaten. O bir Xudoning bandasi xolos. Onda boshqa hech qanday bir nemisi yo'q. Ammo Qur'onda boshdan oyoq deb kelingini İsa Aleyhisselam Xudo emas, Xudoning o'g'limi emas, Xudo balami tug'maydi, tug'ilmagan degan to'g'riliq oyatlar var shundaymi ya? Qur'on bizga tushuntirgan. Qur'onda faqatla u Allohning bir bandasi deb yozildi-ku. Mesela İsa kemesel Adem deb ayet var misalda. O qandaq endi dadsiz qandaq dunyoga keldi deb jiq savollar bo'ldi-ku insonlarda. Qanday Alloh taolo Qur'onda o İsa'ning o'qishi Ademga o'xshash deydi. Ademni Alloh yaratgan, hech qanday dadisi yo'q, otasi yo'q-da, nima onasi yo'q yaratgan-ku. Xuddi shunga o'xshash. Ham buni o'xshamaygan yeri faqat onadan tug'ildi. Ana o'zining dadisi, onasi yo'q holatda dunyoga paydo qildi. Endi bu nimani-chu İsa'chu degan vaqt İsa'ni dadsiz paydo qildi. O dadisi onasi yo'q holatda bir insonni paydo qilgan bir Xudo dadisi yo'q holatda paydo qila oladi degan gap endi. Onun siz eğer cemiyet aşında bir iş bo'lmasa, Kur'an'da bu tasvirler değilmeydi şu. Esaslı cemiyetteki hata göz karışık nispeten Kur'an Allah cevap verdi bununla. Onun siz ben nimeden sordum. Cemilay'dan sordum şu, aşın sualını da. Sorsam mesela cevap çıktı, bunu üzütüp okuvası buladı hem de şu. Bu belki dağınlık bir vakayla bu şu. Bilinmeye kalışı mümkün emez hem de şu bunu şu. Yani fakat mesela nimaga asosan, nimani dalil qilib o'tirib chiqqan deganni bilmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak. Men buni hurmat qildi. Ammo bizning ishimiz bek jiq bo'lgan ekan, buni qiziqsa izlansa. Ben cevap evet koyayım. Özgü evet koy cevap.
Gerçi bugungi tema munosabatsiz bo'lsa, oldingi qatimda so'zlagan leksiyalarda turklar shaman diniga e'tiqod qilgandan keyin jangovarlikni yo'qotgan edi degan edingiz. Bu asli unda emas. Turklar mani diniga e'tiqod qilgandan keyin jangovarlikni yo'qotgan. Balki siz mani dini deyman deb, shaman dini deb saqlan bo'lishingiz mumkin debdi. Vaqt Belki. Qo'shib berish to'g'ri kelsa. Belki ben de o nimenin özde ben kitapның özde şaman deyindeydi, mani deyindeydi, nurgul'a Uygurlar nurgun din nimkan ke tigiştügen ke İslam dinine ke işte bir 3-4 dinin gibi var. Köktenger dininden başlap. Köktenger dini belki şaman dini nime şu mani dinini bu şu nimege bu şu 600 nima 762 yılı mı 662 yılı şu nimege Xitayning ichida o'ng so'ygimniki nemisi isyonni bostirib bergan vaqtida ashadni qabul qilib kelgan degan ashundaq bir nimalar bor ekan nimaning o'zida shuni men xato yozib olgan bo'lishim mumkin ammo ashuni tuzib bo'ldi ammo bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Uyg'urlar qanday bo'lishini qat'iy nazar o'ziniki milliy dindan chiqib ketgandan keyin milliy din nima degan vaqtida nima shu ko'ktenger dini Aş dinden çıkartgandan keyin bu Uyg'urlarda bir xil jangovarlikni yo'qotib qo'ygan ishlar bo'lgan ekan. Ammo u dinning bir qism foydasi bo'lgan ekan. Yana shaharlashish deymiz. Andaki davlatniki madaniylashish, mundaq aytgan vaqt shaharlashgandagi madaniyat bir shaharlash madaniyat degan zaten shaharlash degan ma'noga to'g'ri keldi. Ashundaq ishlar bo'lib Uyg'urlar yana bir tarafni taraqqiy qilish bo'lgan ekan. Ammo jangovarlik sohasida biroz yo'qotib qo'ygan chunki u dinda ibodat asos o'rin tutgan bo'lg'achqa ibodatga jiq berilgan hamda Uyg'urlar shu dinda dindan qilib qolgan bir narsa bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozirmi mush ibodat xumar. Yani har qanday narsani ibodatga yangzab turib qildi. Misol mush jihodning o'zinimi savob bo'lsa, savob bo'ladi deganlik uchun qilibdi. U vatanni ozod qilish uchun degan narsa u ikkinchi, uchinchi yoki yo'qning o'rnida savob bo'ldi Allohning oldida biz jannat kiramiz degan maqsadni qiladi. Undaq bo'lmasligi kerak. Asli Uyg'urlar u nimaning o'zini vatanni ozod qilish maqsadida o'zining haqqini, ya'ni vatandan iborat o'zining haqqining o'zini elish maqsadi qilsa Alloh rozi bo'lganligini ham bilish kerak. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, hamma narsa savobga, e'tiqodga bog'lab olmasdan adolatga haq huquqqa bog'lab turib kurash qiladigan mundaq bir holatni shakllantirish lozim. Shu Qur'on nima deydi degan vaqtda islomda insonlar adolat degandekilla zaten haq huquq hammasi ashning ichiga kirdi. Bir haqqimizni vatandan iborat bu haqqimizni yo'qotib qo'ygan bo'lsak, uni elish uchun kurash qilish islomga amal qilganlik deb hisoblandi. Uning uchun o'zi uni olgandan keyin u yo'lda o'lib ketsak, zaten shahid bo'lamiz. Qalsa g'ozi bo'lamiz, qilgan ishimiz ibodat bo'ladi. Alloh undan rozi bo'ladi degan gap endi. Mana aytgan vaqtida. Ammo birinchi qadamda biz jannatga kirish orzusini qilsak, u ish hech bir zaman undaq bo'lmaydi. Mush yerda shu ismlar bektor almashganlik uchun odamning beshi qiyib sekin, lekin mohiyat jihatda o'zgarmayotgan bir narsa bor. Bu bo'lsin nima desa, to'g'ri mustaqil din, tavhid dini deyilsa agar tavhid dindan chiqib ketgandan keyin ziyonga mangan ekan. Xulaslash bo'lg'ayra. Keyingi ismlar nima bo'lishidan qat'iy nazar, tavhid dinidan uzoqlashgandan keyin siz o'sha turin timida o'tirib qo'yilayotgan milliy jangovarlik bir jo'grafiyada yashayotgan insonlarning o'rtaq manfaatining ziyonga uchrashi qatorliqlar asosan aqoqidan kelgan. Chunki tavhid dini bir makonda yashayotgan insonlarning baxsaodatini kapolat yıkıldıgan sistem bo'lg'achqa, tuzum bo'lg'achqa, ashlardan chiqib ketgandan keyin kelib chiqadigan ziyonga deb xulaslash bo'ldi ekan shuni. To'g'ri. Keyingi savollarga o'tsak, Hristiyan din to'g'risida ba'zan tafsili biladigan do'stlar bor o'xshaydi. Ular ba'zan xatoliklarni sodir bo'lganligini, bayonlarda biroz xatoliklar borligini debdi. Bizning timimiz bu nimamiz emas, tadqiqotimiz emas.
Şunu buna bek tepsil kirilmesi yaxshi deb o'yladim vaqt e'tibori bilan. Munosabat kitap qarash tegishli bo'lgan keyingi savollarda katoliklar pop hech qachon xatolik o'tkazmaydi deb degan so'z biroz asossiz bo'lib qoldi. Bu butunlay to'g'ri emas. Katoliklar popmi inson, uni gunoh o'tkazadi, siyosiy va shaxsiy xatoliklar o'tkazadi deb qaraydi deb birsa bu inkosni qoldiribdi. Tuzish qatorida ko'rib o'tib ketsak bo'lgan. Balkim bu shu katolik bayatning necha bo'lim dedik-ku, xristian dinining ichida nurg'un mazhablar. Shu mazhablarning orasidagi farqli qarashlardan bo'lishi mumkin. Men shuni tushundim endi. Endi bu yerdagi narsa mening shu yozilgan narsadan meniki biroz shubham bo'ldi. U qanday degan vaqtda bular xatolik o'tkazmaydi degandan o'zida ya xato gap qilmaydi deganda, misol jamoatga u nimada o'tirib, chirkovda o'tirib gap qildi emasmi? Shu vaqtdagi endi diniy sohadagi so'zlarda xato gap qilmaydi degan gap bo'lishi mumkin, ammo o'zining shaxsiy ishlarida unda xatolik o'tkazishi har qanday odam tabiiy bo'ldi deb o'ylayman men. Ammo oyat yozilgan narsa nima degan vaqtda ashuna bir narsa yozilib qoldi. Poplu xato o'tkazmaydi degan mundaq bir qarashda degan narsa bu qiliqliq. Ammo uni men qabul qilmoqlik. Lekin u inson bo'lish sifati bilan xato o'tkazmasligi aslo mumkin emas. Ammo bizning mo'lulning ichida mundaq bir narsa bor-da, mishning ichida Qala Nebi Aleyhisselam deydi, falan alim mandep deydi, shu yerda o'zi hamma narsa to'g'ri bo'ladi-ku. Uni xato gap qilsa to'g'ri hisoblanadi-da. Xuddi shunga o'xshash bularni chirkovning ichida qilgan gaplarda balki mana shunday bir xato bir İsa Aleyhisselamga qarta yozilgan ayndaq rivoyatlarni akilib ba'zi xato narsalarni desimi, uni to'g'ri deb qabul qilish bir majburiyat bo'lsa kerak deb o'yladim men u nimada xristianda. Bo'lmasa mana ya'ni Allohning nomidan so'zlayotganda xato gap qilmaydi degan qarash bo'lishi mumkin. Mening shu muqaddas kitob degan o'zi Tevrat, Injil degan kitob mening shu kitobda yozilgan narsa u. Ammo agar buni shunday bo'lib qolgan bo'lsa, u vaqtda buni xato bo'lgan bo'lsa, demakki tarjim qilgan odam xato tarjim qilgan bo'lishi mumkin. Bo'lmasa meniki o'qigan narsamda undaq bir o'nchilik narsani mana muqaddas kitob. Endi mishada inson bo'lish ustimizdan nimaga to'g'ri qarab bo'lolmaymiz. Xatoliklarimizni işte eskartish bersa do'stlarimiz Nahmaydonda imkon orqali xursand bo'lamiz. Mo'yin bo'lgan narsa nima desa, bizning boshdan oyoq bu temalarga kirishimiz diniy tadqiqot emas. Uning qultimiz yetmaydiganligini tushuniblik. Lekin milliy manfaatimizni asos qilgan asosda bizga to'sqinlik bo'layotgan omillar qatorida Alloh nomidan xato yorumlanayotgan, xato izlanayotgan tushunchalarni tozalab chiqarib o'tib, istiqbolimizni yangilashda jur'atli bo'lishni zaruriyatini his qildik-da. Shuning uchun bu temaga kirdik. Bo'lmasa bizning bu temaga hozir bizga haqiqatan beshimizdan ig'i, ya'ni bu ichtagidan chiqib bo'lganligidek darajada. Biz faqat demoqchi bo'lganimiz nima desa, bizga shu Makka qanday ulug' bo'lsa, o'zimizning vatandagi Makkalar undan ulug', ya'ni kam emas. Uhud qanday ulug' bo'lsa, bizga shu o'zimizning Tangritog' tağlar şu Medine'de turib Mekke'ge intizar bo'lgan Muhammedning qalbidagi vatan sevgisi qandaq ulug' bo'lsa, bizning mishad o'tirib turib vatanga bo'lgan sevgimiz uningdan kam emas. Bularning hech biri dinga xilof emaskin-da. Mushu nuqtalarni izohlash zaruriyati bilan biz bu temalarga kirib qoldik. Faqat millatning yetakchisi sifatida o'tirib chiqqan do'stlarning o'zi o'qigan sohalarda tiz cho'kkan yerlardagi fikr ideologiyaning qulab ketishi yegan bu chelpaklarning kuchida o'zining milliy manfaatini emas, arablarning hikoya so'zchaklarini, ularning qahramonlarini qahramon qilib nishonni burilib ketishiga sabab bo'lgan xato tushunchalardan qutulish uchun shu zaruriyat bilan bu temalar to'g'ri.
to'xtalib Hamda bu Şunlaşqa diniy yerdagi sohadagi bu ma'lum yerdagi izlanishlarimizda yoki bayonlarimizda egzist bo'lsa buni tuzitib ko'rganlar, lekin maqsad muddaimiz nima desa, shu milliy istiqbolimizni yangilash, bizning insonlar qatorida o'xshash bir hur insondek yashash huquqimizning daxl tarzi chiqmasligi uchun Xudo nomidan choplangan yolg'onlardan qutulish asos qilindi. Mushu bizning maqsad nishonimiz qarindoshlar. Xo'sh, ustoz. Endi bu yerda misol bizniki oramizda islom diniga e'tiqod qiladigan qarindoshlarimizdan masalan har xil mazhablardagi insonlar bor. Masalan, shialar bor bizniki Uyg'urlarning ichida, ahli sunniylar bor, balkim o'zi salafiy deb yo'dash bor bu yerda, shunaqa nurg'unlagan mazhablarga ayrılganlar bor. Hattoki xristianlar bor bizniki Uyg'urlarning ichida. Yahudlar bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Ish qilib butqa cho'qindig'ini bormi bilmaymiz. Hech qanday dinga e'tiqod qilmaydiganlar bo'lishi mumkin. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz ideologiyani nimaga ishonsin ideologiyani birinchi o'rin qo'yib, millatniki manfaatini ikkinchi o'ringa qo'yadigan bunda holat aslo bo'lmasligi va ideologiyani asos qilib turib boshqa odamni do'st dushman belgilamaslik asos qilinishi lozim deb Qur'on bu islomniki nemasi bo'yicha. Misol men islomga e'tiqod qilgan bo'lsam, men Allohga ishondim, namoz o'qiyman. Namoz o'qimaydigan, Alloh ishonmaydigan bir Uyg'urni Alloh ishonmaydi ekan, bu namoz o'qimaydi deb men uning o'zini dushman tutishim, dushman belgilashim bu o'zi to'g'ri bo'lmaydigan. Qur'ondagi bu islom buningga buyuryapti bizni. Bir odam xristianlikka kirib kiraver xristianga. Va lekin sen o xristian kirdim deb davomli musulmonlarni tillaydigan bunda bir holatni shakllantirishing xato degan gap. Demak, sen o'zingning e'tiqodini asos qilib turib, yana bir odamni dushman tutish o'zi xato narsa. U yerdagi o e'tiqod biz deyotganga o'xshashlar, sening bilan shu e'tiqod qilingan narsaning orasidagi bir munosabat, xolos. Sen Allohga ishonding, Alloh bilan sening orangdagi ish. Sen ibodat qilding, Alloh bilan sening orangdagi ish. U hech qanday yana bir odam bilan hech qanday aloqasi yo'q bu ishniki. Sen o'zi İsa'ga ishonding, u İsa bilan sening orangdagi ish. Hech qanday boshqa odamlarga aloqasi yo'q. Ammo sen uning ishondim deb o'tirib, boshqa narsaga ishongan insonlarning o'zini dushman qaraydigan, uni qilayotgan ishini davomli xato deb qaraydigan, bundaq bir ishni qilishing bu bizni milliy manfaatimizga, milliy mavjudligimizga, milliy birligimizga ziyonli degan gap. Shuning uchun u dunyoda hech qanday bir millat, ya'ni biz 15-20 million bo'lgan bir millat Ujul tashdek bir tam o'z e'tiqodining ichida bo'lishi aslo mumkin emas. Ya'ni Qur'ondagi ahli sunniy val jamoa desak, shuning uchun nurg'ungan 10 mollani bir yerga qo'ysa, bir toshbaqni o'tirib qo'yma toshbaq halol harammi desa, shuning necha xil fatvo chiqadi misolga. Demak, shu qadar o'zi birlik kelib olmaydigan narsa bo'lgandan bu e'tiqod jihatdagi narsalarni degan vaqtda Qur'onniki bizga tushirib deyotgan narsa islomniki deyotgan narsa nima degan vaqtda lakum dinukum valiyadin. Her odamniki e'tiqodi o'ziga degan prinsip bo'yicha ish qilish va jamiyatning ishi kelgan chog'da o'rtaq, ya'ni shu jamiyatdagi butun insonlarning o'rtaq manfaatiga asosan ish qilish degan gap endi. Ya'ni jamiyat tartibi kelgan chog'da bir odam jamiyatdagi insonlarga buzg'unchilik qilgan bo'ldi deb o'tirib, uni jazolash va jazo bo'ldi. Ammo e'tiqod jihati degan vaqtda bir odam xos e'tiqodga kirib olsa, o'zining ishi. Bir kunda 24 soat ichida 24 qatim din tegishli usuma, u o'zining shaxsiy ishi. Uni hech qanday bir odam aralashmasligi, ibodatiga aralashmasligi va lekin o'zimizniki milliy mavjudlik masalasiga kelgan chog'da e'tiqodni asos qilmay turib, tuzumni asos qilish Qur'oni Karimdagi islom deganini buni bildirdi misolda. Muhammad alayhisolamning zamonasidagi voqeani deyishimizda Muhammad alayhisolam bayrog'ining ostida Yahudlar, Hristiyanlar, mushriklar, mu'minlar hammasi bir bayroqning ostida yashay olishniki butun sabab nima? Buddistlar misol. Ashlarning hammasi adolat ostida barobar yashaydigan bir prinsipni e'tirof qilishi. Ammo uning e'tiqodi har xil bo'lsa, u o'zining shaxsiy ishoratda bundaq o'zi o'tirib nem qiliqlik endi. Shuning uchun bu yerdagi narsani nima degan vaqtda biz davomli deb kelayotgan bir nuqta bor. U nuqta bo'lsa-mu, biz e'tiqodimizni bozorga solib turib, e'tiqodimizga asosan yana bir odamga qalaymagan gap qilish, yana bir odamga dushmanlarcha muomala qilish bu Qur'oni Karim cheklaydigan yoki hozir jamiyat tuzumlarni cheklaydi odatda. Masalan,
biz Angliyada yashayapmiz. Angliya tuzumning o'zimi men o'zimni bir mu'min deb o'tirib, yana bir o'zi butqicha o'qindigan bir odamning o'zini haqorat qilishimni o tuzum cheklaydi. Jazolaydi meni odatda. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtida alqi hozir tamam o alqi Iso alayhissalom to'g'riliq ba'zi bir voqealik to'g'riliq alqi nima hozir men Injilni ko'rsatdim. Muqaddas kitob degan kitobning nimani ko'rsatdim. Moşunda bana dedik ama noktalık yani bu halkı min varaktan artık bir kitap ki özüne biz varakları min varaktan artık şunda bir kitap bu. Onun hemmesini sözlep buluş asla mümkün emez. Bazı yerde aşında halkı tercüm kılınan vakti aşında tercüm kılınan onu biz ben bilmeyim bu halkı 2005 yıl tercüm kılınan bir konu tercüme ki. Şunun için halkı noktalık yekegen vaxtıda nima degan vaqtda milliy manfaat davlat manfaati birinchi o'rinda turishi lozim. Adolat, barobarlik birinchi o'rinda turishi lozim. U yerda e'tiqodning o'zini bazoq selish orqali millatning orasida bo'lgunchilik va bir-birimizga dushmanlik paydo qilish bu narsa yo'q bo'lishi lozim. Qur'oni Karimdagi, ya'ni islomdagi prinsipga asoslangan vaqtda degan gap. Qog'inning o'zini bizga muhim emas o palonning tug'ilgani, pustonlik Xudoning bolasi devog'ini zaten Qur'onda natijada deyiklik İsa Xudoning o'g'li degan bu xristianlar degan Qur'on natijada oyatlar bor. Uni biz davomlasaqmi zaten Qur'on o'zi ochiq bayon qiladi buning o'zini. Agar topolmasa undan Qur'ondan topsin bo'ladi buning o'zini. İsa ibnulloh degan o'z Qur'onning maxsus oyatlar bor. Tarihi temalar hakikaten bek menbasizlik tüpeyliden. Asli menba yo'qolib ketdi-ku. Keyingilar yozganda har birisi o'zining qiziqish bergan sohasi chunqurlaydi, boshqasini yengil o'tib ketadi, ya'ni bek to'xtalmaydi. Shu narsa bo'lganligi uchun tarix temasi muqarrar shu aniq chiqib bo'lolmaydi. Hatto bugungi davrni, bugungi bir voqelikni suratlash to'g'ri kelsa, tushuntirish to'g'ri kelsa, 10 muxbir yozsa 10 xil tarafidan qaraydi unga. Şunlaşka onun tarihi menbasini ekspert çıkıp kılışı bir normallik uçu. Elbette. O zaten bu şu keyin mesela İsa Aleyhisselam palaniye xat yazgan, pustaniyat ibadet qilgan degan gaplarning hammasi İsa Aleyhisselamdan 300 yil keyin yozilgan bu şu Sahih Buxoriy, Sahih Muslim Payg'ambar Aleyhisselamdan 250 yil keyin yozilgan o'xshash, o rivoyatda keyin yozilgan narsalar. Hozirgi xristianlik amal qilayotgan narsami shu rivoyatga amal qiliqlik misolda. Onda bo'lgandan keyin buning ichida 30 yil, ba'zan 40 yil debdi, ba'zanning o'zi 100 yil degan ashuna har xil ko'z qarashlar mavjud. Buni hech qanday muqim bir narsa yo'q. Demakki, o yozuvchining o'zi, o rivoyatni yozgan odamlarmi bir zamonda yozgan narsalar emas misolda. Buning ustiga Iso alayhissalomning qilgan tasvirlarimi har xil. Ammo Qur'onda Qur'ondagi tasvirlarchi degan vaqtda u misal keyingi bizniki nimamiz kelgandan burungi nimaga Injillar asoslangan bo'lg'achqa, uni biroz nima deganligi, ular Iso alayhissalomning o'lmadi, o'lib qaytirildi, osmonga chiqib ketdi, keyin tushdi degan bu hikoyalarning hammasiniki yolg'onligini Qur'on o'tirib qo'yatdi-ku. Bir odam dunyoda o'lib qaytib tirilgan dunyoda undaq ishlar mavjud emas misolda. Shuning uchun bu yerdagi Iso alayhissalomning o'lish tirilish voqealigi bizga hech qanday aloqasi yo'q. Onaki Xudoning o'g'li deyishim hammasi o xato bir narsa deb qaraymiz. Qur'onni shunda qaraydi, biz mana shunda qaraymiz. Ammo bu yerda nuqtaliq narsa nima degan vaqtda mushu dinlarning hammasida asos qilingan narsa e'tiqod. E'tiqod birinchi o'rinda turgan, ibodat ikkinchi o'rinda turgan, qolgan o'z tuzum nimalar prinsiplari 10 amr deymiz. Ashuna amrlarning o'zicha desa oxirsini qilib qolgan. Qur'onni degan vaqt Qur'onning o'xshamaydigan yeri e'tiqod bilan ibodat insonlarning shaxsiy ishi, ixtiyorlik berilgan ish, xolis ibodat qilsin, xolis ibodat qilmasin, xolis iymon keltirsin, xolis iymon keltirmasin, uning jazo mukofot qiyomat kuni Allohning oldida bo'ladi. Ammo islomdagi prinsiplar, islomda bir tuzum, Qur'oni Karimda zaten tuzum qatorida nim qiliqliq, uning o'ziga desa insonlar amal qilishi lozim, amal qilmasa bu dunyo jazolandi. Uning biz mesela Qur'on nazar programmamizning o'zidami Payg'ambar Alayhisalom vafot bo'lgandan keyin Madinadagi atrofida bir qabila Abu Bakrga biz endi boshda o'lmaymiz deb davlatning o'zi davlatni e'tirof qilmaymiz degan yakkaga vaqtda Abu Bakr shu yerda askar boshlab kelib, qoidadan ularni bosh egdirib qolganligi, jazolandiganligi
Demek ki bu İslam'ı yani tinchlikni buzgan adamni hozirgi vaqt terrorist deydi. Yoki bo'lgunchi deydi. Shunga o'xshash o'zi uni jazolaydi hukumat. Xuddi shunga o'xshash u zamonlardami u davlatni tinchlikni buzgan insonlarni jazolagan ishlar bo'lgan misolda. Xuddi shuni mufsid deydi buni Qur'on misol degandek. Hozirgi vaqtda buni o'zini bo'lgunchi terrorist har xil qalpoqni yasayapti-ku. Endi mushu yeşi 40'tan aşkan insanlar mushu yaqinqi zaman tarixida yuz bergan cho'ng buyuk voqealiklar haqidagi xabar analizlarining qanchalik darajada burmalanganligiga bir nazar solsak, bu necha yüz yil, necha ming yil burunqi voqealiklar haqida qanchalik burmalanishning mumkin ehtimolli borligini asosan topa oladi, bayqaydi. Albatta. Tushunadi. Shuning uchun o'tib ketgan kechmishdagi voqealiklar haqida bizning faqat ibrat ko'zimiz bilan qaraydigan narsamiz nima desa, uning shakli, vaqti va boshqa so'z iboralar emas, mohiyatiga ham qarasak, biz shu chog'da to'g'risini topa oladiganmiz. Qur'on shuni yutuqlikin bizga. Biz hozir birdan-bir mushu burunma jiqtab ketdim. Biz shu molla ulamolardan jiq paranglish jarayonlarida shu Qur'onda hamma narsani debdikin dinda, islomda. Vatan haqida, davlat haqida ishini demayaptikan, o'zimiz qoldirib qo'yaptikan degan ixtirolarni anglaydik-da, hali sog'lom deb o'ylaydigan qilishlardim. Endi hozir tushunsak bu Qur'onni davlatdan boshqa gap yo'q ekan degan nuqtaga keldim men hozir. 100%. 100%. Ha. Çünkü devlet bir insanın haqiqiy inson bo'lib yashay olishi, o'zi e'tiqod qilmoqchi bo'lgan ibodatini to'g'ri, durust, daxlsiz qila olish uchun kafolatga ega bo'lgan bir nima ekan bu? Qalqonki. Bu biz oldingi sondagi programmalarda, Qur'onda nazar programmalarida asosan yechilib bo'ldi. Bu programma tafsili anlagan qarindoshlar samimiy bu bugün dilayotgan gaplarni to'liydi. Yangilik narsalar bak bo'layotdi, lekin asosan hazm qilinmaydigan narsa chiqmaydi. Bu islom va musulmon haqidagi keyin bergan sizlarning izohatlari bugungi dunyoning tushunchasini o'zgartiradigan fikrlarda amaliyotda xato emas ekan, to'g'ri ekan. Musulmon degan islomni barpo qilishlar. Islom bir e'tiqoddan mas'uliyat emas. Onun içinde nurg'a e'tiqodlar bo'lgan, barobar yashagan, adolatli yashagan, tinch yashagan. Shuni o'zi islom ekan. Da bo'lganligi uchun bugungi sening e'tiqoding, sening dining nima desa, mening dinim islom. Qur'on birdan-bir islomni din qildim degan yerdagi İslam bu acayip İslam yani bu. Bu ne degan vaqtda islomni din qildim degani insonlarga islomdan iborat bir tuzumning o'zini yo'l qilib berdi. Shu yo'l bo'yicha masalan tinch yashashlar degan gapda. Buniki masalan shu oldimizda deymiz hozir butun dinchilikning o'zini amaldan qoldirib, ibodatchilikni amaldan qoldirib, insonlarni ibodat qilsa, o'zi shaxsiy qilish bir narsaga ishonsa, o'zining shaxsiy ish qatorida ishinish ma'lum o'zini Qur'onni buyurdi-da. Masalan, men bir narsaga ishongandan keyin uni bozorga qo'yib, men ma'lum ishondim, sen shunga ishonishing kerak deb boshqalarga undaq dinchilik qilishimni Qur'on cheklaydi misol. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda men ishonishim lozim yoki bir narsaga ishonsam, ishonima, ammo u o'zim qarta bo'lish lozim. Bir narsaga ishongandan keyin yana bir odamni sen ma'lum ishonmading deb dushman tutish Qur'oni Karimdagi eng cho'ng jinoyatlar qatorida hisoblanadi misolda. Hem oldingi asrlarda xorliq ichida yashagan, bugungi asrlarda ko'zini chaqnatadigan sistemlar bilan musulmonlarning hammasi qochib kelib panohlagan zamon makonlarni barpo qilganlarning muvaffaqiyati nereden chiqdi desa, dal shu ibodatni asosida izohatga keldi. Ya'ni ibodatni va e'tiqodni sening o'zing e'tiqod qilgan narsalar sening orangdagi munosabat menga insonlik sifating bilan kel, mening jamiyatimga odam bo'lib kel degan fikr, uni fikrkan.
mush fikrga tayanishdan boshlangankan bu. Shu. Men mishada chekindim. Ekran ishkamol qoldi. Bugungi tema asosan yo'ritilib bo'ldi deb o'yladim. Qolganini Shuningga shu hozir yuqorqi dinlar ama hozir an'anaviy islom bilan haqiqiy islomga kelamiz, xudoyim bo'lsa, yuqorqi dinlar haqidagi mazmunlardan xulosalangan narsa nima degan vaqtida bu islomdagi asos prinsipiga kelgan vaqtida biz aslo o'zi e'tiqod orqali bir-birimiz bilan dushmanlashmasligimiz, mazhab orqali bir-birimiz bilan dushmanlashmasligimiz, biz o'zi huquq sohasida misolda millatimizniki huquq sohasida birga kelishimiz, millatni qanday qilganda birga qutqizamiz degan narsada birga kelishimiz lozimligini ko'rsatdi. Bu yerdagi e'tiqod ibodat kelgan vaqtida shaxsiy ish qatorida hisoblab, hamma odam ibodat qilsam o'zimga, Allohga ishonsam o'zimga, ishonmasam zini o'zimga degan narsa bilan bo'lishi va millatniki o'rtaq manfaatni huquqimizni iborat, adolatni iborat bu narsaning o'zini hammamizning o'rtaq bir narsa ekanligining o'zini tushunish bu nihoyat muhimligini o'zini bayon qildi deb o'ylayman. Mana shu yuqorqi dinlarniki kamchil bo'lgan yerlari ko'rsatgan vaqtida e'tiqod va ibodatni asos qilgan tarafniki nihoyat kamchil yoki xato ekanligini Qur'on ashtaq bayon qiladi. Zaten bu Qur'onda bayon qilingan Yahudi, Xristian dinlarniki o'zining bayon qilinish Qur'onda bayon qilinishdimi adolatni asos qilganligini masalan meniki Davud alayhissalomniki shu hukmronligi zamonasida shu nimaga hukumat shu davlatga xalif qilganligi adolatli hukm qilish haqida buyruq berganligi haqida oyatlar bor. Demak bu yer nima desa butun payg'ambarlarni tutgan yo'li adolatni asos qilganligi, e'tiqodni o'zining shaxsiy ishi qatori qilganligi haqidagi bayonotlarni berdi. Shuning uchun bizniki qarindoshlarimiz deydiganimiz nima desa, xuloslagan vaqtida e'tiqod orqali, ibodat orqali bir-birimizni dushman tutmasligimiz. U o'zimizni shaxsiy ishi deb qarashimiz, adolat, huquq sohasida millatimizniki, davlatimizniki huquqi, manfaat sohasida o'rtaq bir yerda hammamiz o'rtaq bo'lishimizning lozimligi haqida buni tushunishimiz Qur'on buyurgan bir yo'l ekanligi bu nihoyatda bizga muhim. Keyingi sonlarda inshaalloh mush soatni nihoyat keng ko'chada to'xtalamiz oyatlar bilan. Men mush yerda to'xtab qolay, 2 soat o'tib ketayap qoldi hozir. Azilon e'tiqodni asoslangan ibodat xizmat so'rga qildi. E'tiqod bo'lmagan taqdirdami? O'zini ateist degan taqdirdami? Yoki xristian yoki boshqa kommunist degan taqdirdami? Yoki sotsialist degan. Shular bo'lgan taqdirda yana bu Qur'onning qo'ygan bu tuzum islomni ya'ni shu din qilib, tuzum qilib bizni tanishlarniki shuningda men tushunyapman. Gaplarni tasdiqlamoq uzib boshqa gap bo'lmaydi. Hamda barchasi e'tiqod ovoz chiqdi. Shu uzib javob tushunilmagan chiqibdi. Mayli bo'lsa program bir şey tugadi. Kerakli program aman bo'linglar, Allohga o'ziga emanet. Bay bay. Allohga emanet.